1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Ellikqal'a tumanidagi 3-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Xayr bog'cha Salom maktab bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu quvonchli va hayajonli kunda muassasaning 30 nafariga yaqin tarbiyalanuvchisi bog'cha davri bilan xayrlashib, maktab ostonasiga ilk qadamlarini qo'yishga hozirlandilar. Bayramona bezatilgan bog'cha hovlisida bolajonlar o'zlarining sho'x kuy-qo'shiqlari, jozibali raqslari va sevimli ustozlariga bag'ishlangan samimiy she'rlari bilan yig'ilganlarning ko'nglini shod etdilar. Tadbirda so'zga chiqqan ota-onalar va mehmonlar so'nggi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlarni alohida ta'kidlab o'tdilar. Farzandlarining zamonaviy bog'cha sharoitiga ega shinam binolarda malakali mutaxassislar qo'lida sog'lom va barkamol bo'lib, unib o'sayotganliklari uchun Prezidentimizga o'zlarining minnatdorchiliklarini bildirdilar. Shuningdek, jajji bolajonlarning qalbiga ilm va odob ziyosini singdirib kelayotgan tarbiyachilarning mashaqqatli mehnati yuksak e'tirof etib, tashkilot faoliyatiga muvaffaqiyatlar tiladi. Kichkintoylar ham o'z navbatida o'zlarining ilk ustozlariga minnatdorchilik izhor qildilar. Tadbirning eng hayajonli daqiqalarida bog'chani bitirayotgan barcha bolajonlarga muassasa ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bu mukofotlar bolajonlarning hayotidagi ilk katta yutuq sifatida ularning qalbida bir umrga muhrlanib qoladigan bo'ldi. Muassasa jamoasi barcha bitiruvchilarga kelgusi maktab hayotida faqat a'lo baholarga o'qishlarini va vatanimizning sodiq farzandlari bo'lib yetishlarini tilab qoladi.